Yosh mamashalar hammaga assalomu alaykum. Bu Nigora 5 oylik bolam bilan bir kunlik vlog mani hayotimdan. Havo bugun juda ham yaxshi bo'ldi. Ertalabdan bolam bilan прогулка qilib keldik. O'g'lim uxlab qoldi. Keyin bo'lsa men o'zimga zavtrak tayyorlab choylarimni ichib oldim. 3 kundan beri shu detox plusni ichaman. O'sha menda -2 kilo vazn ketdi. U yog'i har kungi ishlar. Ayub uxlaganidan foydalanib o'zimizdan uylarni yig'ib, kirlarni taxlab oldim. Yana kimda shunaqa, hali bolam emilaganicha yo'q, lekin har kuni hamma yoyilib ketadi. Menda mamashalar ko'p, o'zi bolalar necha oylikdan emiliydi, shuni ham yozib ketinglar. Keyin bo'lsa hamma kiyimlarni o'zgartirdim, uxotlarni qildim, kir kiyimlarni kir mashinaga solib yuvib qo'ydim. Videoda nima qora narsa uchyapti deb hayron bo'lmanglar, bu qaldirg'och. Bizani kuxnyaga in qurib olishgan va bola ochib shu yerdan uchirma qilishmoqchi. Keyin bo'lsa kuxnyada ishlarni qildim, gazlarni yuvib, cho'g'imlarni yuvib, chiroyli qilib qo'ydim. Kechqurunga bo'lsa muzdekgina okroshka qilgim kelib qoldi. Bola bilan to'g'risi bir amallab okroshka qilib videolarga ham olib oldim. Bola bilan video olish oson emas, like bosib qo'ymasanglar xafa bo'laman. Kechqurunga bo'lsa men qo'rma lag'mon qildim. Shu bilan kunim tugadi. Agar meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib yosh onalarga jo'natib qo'yinglar.